Ketsam ketaman. Sizlarni nima keragingiz bor? Hali bo'g'ib qaytib kelaman-ku. Mendan ko'rasizlar. Sen ham gapirmaysanmi? Ketaver. Xullas do'stlar, shunday qilib meni uydan haydab yuborishdi. Men to'g'ri yerning astiga o'zimning qornim ochligi uchun ikki dona narsasini olgan edim. Uni ham qarz daftariga yozib qo'ying degan edim. Lekin afsuski haydab yuborishdi. Mayli, hali boyib qaytaman-ku, mendan ko'radi bular. Endi esa bu serialning davomi olinadi. Qani bo'lmasam, boshladik. Menga bir dona yotoq, shuni va buni mening eng yaqin do'stim berib yubordi bu bananlarni. Uyda banandan boshqa hech nimani olib chiqa olmagan ekan. Shuning uchun ham mayli. Shu ham bizga yetib qoladi. Birinchi bo'lib daraxt chopsam, to'g'ri ish bo'lsa kerak. O'zi meni uncha ko'p qornim ham ochmaydi. Ha, aytgancha biz gul tersak, uni bizni yotog'imizni bo'yash mumkin. Mayli, daraxt chopaylik. Xo'sh, mana chopib olyapman. Hali boyib qaytaman-ku. Ular mendan ko'radilar. Hali boy bo'lib qaytib ketsam, ular ko'rishadi mendan. Hamma bergan qishloqlarga oltinlarni sochaman, olmoslarni sochaman. Ana men eng yaqin bo'lgan do'stimni uyi-ku. Qani edi u yana qaytsa, uni shunaqa chetga chiqarib yuborishgandi. Mayli, biz ketamiz endi. Kerakli narsalarimni tayyorlab, balki uni uyida nimadir bordir. Menga nimadir tashlab ketgandir deb boramiz. Xo'sh. Mana. Sindiramiz. Hoppa, oldik. Qani tezroq boyib ketsam, qishloqlarga ketsam, men qay darajada yaxshi, zo'r bo'lib qaytganimni, to'g'rimi? To'g'ri-ku. Hammasi ularni qilyapti o'zi. Ular mensishmadimi? Hali ko'rishadi. Xo'sh, bu yerda uncha qiziqarli narsalar yo'q, chunki u doim shinamlikni yaxshi ko'radi va u kechqurun uxlamas edi. Mana bu yerni men o'zim yo'q qilsam ekan. Mana bular qo'shilmaydi. Vidi bo'laydi. Mana bu Emerland bo'lsa, mana bu Emerland turibdi-ku, bu Vedagan. Vid debman-ku. Vedagan. Endi ko'chaga chiqamiz. Chunki bu yerda qiladigan ishim ham yo'q-ku. Mana bu yerga boramiz. Yo't. U yerda ham bor ekan-ku sandiqcha, o'sha sandiqchani ko'raylikchi. Xo'sh, ichida nima bor ekan? Zo'r. Mana buni olib tashlaymiz, mana buni olamiz va mana shunday. Do'stlar, men hozir ovozimni eshitib gapirib o'tirganimdan ko'ra muzika qo'yib yuboraman. Qaramasam boshladik muzikani.
do'stlar, mana musikalniy joyimiz ham tugadi va biz lavani havolamizda. Qani olg'a, qani go go. Do'stlar, men kuchaydim, do'stlar, kuchayib ketdim. Xo'sh, voy uxlaverish kerak. Hozir men kuchayganim shunchasini kuchaytiradi. Bas o'ylaymiz va pastda tezroq uxlash kerak. Hop, hozir men bo'tligimga Oh my god, oh my gosh. Bu pastda turgan ekan-ku, shunga qo'rqitgan ya. Hoppa, uxlavoramiz. Bitta biz sinfda bunaqa qiz yo'qdir. O'zicha o'zini bolaga o'xshatib xarakter qiladi. Mafiya o'ynasak, qanaqadir o'yin o'ynasak, doim o'yin buzuqchilik qiladi. Masalan, mafiya o'ynasa poylaydi. Bu bitta biz sinf damasdir. U nima? Nima do'stlar, u nima? Nima endi u? Zo'r narsa-yu. Hozir do'stim bo'lganda nima derdi aytaymi? Qishloq do'stim bo'lganda hozir. Tezroq yur. Tezroq ko'rishimiz kerak. Bo'la qol. Tez bo'l. U aynan xuddi shunday derdi. Va biz bu yerga kiramiz. Do'stginamni sog'indim. Bekor boshqa bir joyga o'tib ketdik. Mayli, bu kirkadan kovlaymiz. Sakrab chiqib bo'lmaydi, tepadagini kovlash kerak. Hoppa. Oho, bu yer buncha qorong'i bo'lmasa. Buni olamiz va men narsalarimni biroz ko'proq qilib olaman. Bu yerda menim shunaqa narsalarni ko'proq uchratsa kerak, lekin temir udar chiqdi menda. Bu yotog'im qolursin, xo'sh, bu qolursin, bu kerak emas. Bu ham. Qilichimda jang chiqib qolsa qilamiz. Yo'q, fakir kerak. Xo'sh, yotoqni olamizda yerga bosib qo'yamiz. Chunki o'lsam shu yerda paydo bo'laman. Hoppa. Mana temir do'stlar, yo. Men bu yerda temir silaqa bilan chiqib ketamanmi? Do'stlar, o'zi izmurit nima uchun topilgan? Bu yerda qorong'iligini maxluq chiqib qolsa nima qilaman, Maxluqlar paydo bo'ladigan joyga o'xshab qolibdi-ku. Yaxshiyam sal bunday ko'rinadi. Yorug'ini baland qilib qo'yaymi endi? Buncha qorong'i bu yer. Mana bu go'shtlarni olishim kerak. Men hali o'lib qolsam, qanaqa o'lib qolish qornimni nima qilaman men? Xo'sh, sal qoldi bosga tushib ketishimga. Hoppa. Sizlarning eng yaxshi ko'rgan faninglar qaysi? Kommentariyga yozib ketinglar. Meniki masalan russkiy yazik. Mana oldik. Go'shtni olamiz. Zombini go'shtini yeyman men. Va do'stlar, men parkurlarda botman. To'g'ri eshitdingiz, men parkurlarda botman. Robloxdagi parkurlarda zo'rman, lekin negadir Minecraftdagi parkurlarda umuman zo'r emasman. Mana do'stlar, sayyorog'ini baland qilib oldim. Endi tepaga chiqamiz. Mana hozir men o'zimni parkurda botligimni ko'rsataman. Hoppa, ana ko'rdinglar, men parkurlarda zo'rman do'stlar, men zo'rman desam. Endi men biroz blok kovlasam to'g'ri bo'ladi. Bloklar kovlaymiz. Mana yorug'lik. Men seni ko'rmaganimga yillar bo'lib ketdi-ku, yorug'lik, seni sog'indim men. Xo'sh, bu yer hoppa. Olamiz. Bu videoni necha qismli bo'lishini xohlaysiz? Men sizlar qancha xohlasanglar, shuncha davom etaveraman. Botman men. Haqiqiy botman. Men Minecraft nega o'ynayman o'zi? Shunday qilmasa men botman. Bu parkurlarni nima qilib yaxshilashsam bo'ladi? O'zi kommentariyada yozib ketinglar. Hoppa, endi bu yoqdan chiqib ketamiz. Mana shunaqa joylar boshlandi. Izmurit. Qishloqlar bilan savdolashaman men. Mana buni olib tashlaymiz. Parkurchalar. Qirg'ochda bo'ldimi? Men e'tibor bermasdan bemalol yurgan ekanman. Qirg'ochda do'stlar, temir. Hozir men parkurda zo'r o'tib ketaman. Lekin men bitta narsa uchun
o'zim tushib ketaman oxirida. Va videoni tezlashtirib, tepada olmos topib olaman. Qaranglar, hozir parkurda zo'r o'tib ketaman men. Kovlaymiz. Hoppa, 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 hop, hop. Mana shu yo'ldan hoppa etib chiqib ketish kerak do'stlar. Blok qo'ysam chiqib bo'lmasa ekan. Kovlaymiz. Buni mana do'stlar, mana olmosam 5 ta olmos nima deyapti? Yo-mayo, yana olmos topaman. Olmos topaman do'stlar, mana buni qaranglar, olmos bu. Menimcha izim yemay qoldi meni. Hammasida olmos bor. Olmos do'stlar, bu ular olmos bu. What the hell bro? 29 ta olmos nima deyapti? Nima bo'lyapti? Real zo'r o'rtog'im, real bo'lib yashagin. Realchilar shunaqa omadi keladi. Buni olamiz. Oh mayo, 47. Oh mayo, 7. What the hell, 55. Bir stak qilaman buni men. Izmoritdan hech bola qilmaydi. Izmoritda olish shart emasda, mayli qishloqlar. 58. What the hell bo'ladi yo bo'ldi. Meni aldashdi. Mayli, pastga tushib ketamiz endi. Yetib pastga. Tushib ketamiz bo'ldi. Hech nima qolmadi. Ketdik biz pastga. Meni aldadi yorim, aldadi. Endi esa biz pastga tushamiz do'stlar. Xo'sh, pastga tushamiz. Qaranglar, hop. Ko'rdinglar, men parkurlarda zo'rman desam, mana shunaqa parkurlardan o'zim o'tdim. Xo'sh, pastga sakraymiz. Hoppa. Xo'sh, mana bu yerdan sakraymiz. Men parkurlarda buni o'zi 588 marta qilgan bo'lsang kerak, bu yerdan o'tishga harakat. Xo'sh, buni qayerdan tushsam to'g'ri bo'ladi? Buni menimcha mana bu yerdan tushsam to'g'ri bo'ladi. Pastga tush. Yo-mayo. Улыбается. Qanday skadanovki. Hoppa, endi tepaga chiqdim. Jonim yarimta ketdi. Endi pastga tushib ketamiz. Hoppa, pastga tushdik. Endi sandiqdan o'zim buni istamasdi-ku. Sandiqdan o'zim narsachalarimni olaman. Mana bu temirni 64, 27 hammasini olaman. Mana bu oltin kerak emas menga. Bir stak. Buni olamiz, buni tashlaymiz. Buni olamiz. Mana bu temir kirkalarni ichida bo'lib olibman. Baribir men hozir olmosdan yasayman. Xo'sh, birinchi bo'lib o'zimga olmos narsachalar yasay. Aparat. Ko'proq kerak. Hoppa, bolta, qilich, kirka. Bu bor, bu yo'q. Xo'sh, endi olmos aslihalar. Nima bo'lyapti? Bitta mamdan emas. Olmos aslihalarim qani? Menga kerak emas temirlar. Men kuchayganman. Kuchaydim. Qishlog'imga qaytsam ham bo'ladi. Men kuchayib ketdim-ku. Nima bo'lyapti qishloqlar? Ishlar zo'rmi deb qaytaman men. Qani bo'lmasam go do'stlar. Olma topishim kerak. Va bu videoning keyingi qismi chiqishini xohlasangiz, albatta like bosib qo'ying va kommentariy yozib ketinglar. Podpiska tugmasini ham bosib qo'yinglar. Va men bunaqa bloklarni yasayman. Yo. Qaranglar. Keraksiz bloklarimni tashlab yuboramiz. Sandiqchaga solib qo'yamiz. Kerak emas shahlo ko'zlaring deydi-ku. Menga ham kerak emas bu keraksiz narsalar bular. Eng keragi bu olmos. Olmosim bilan yasha.
Men qay darajada xasisligimni ko'rdingiz do'stlar. Xullas buni sindiramiz, uxlavoramiz. Qorong'i bo'lib qopti-yu. Xopish. Yam ertalab bo'libdi-ku. Hoppa yotog'imni sindirib, qani go. Shunaqa qilib do'stlar, videom tugadi. Buni keyingi qismini chiqishini xohlasangiz, albatta like va podpiska bosing. Anavi qishloqmi? Do'stlar, qishloq topildimi? Xayr.